Agar sizga malol kelmasa, shu videoni yurakchasini qizartirib, kommentariyasiga Alloh rozi bo'lsin deb yozib keting. Sababi hozir bir qiziq voqea sodir bo'ldi. Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 13-aprel Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Farhoniddin Marg'iloni jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, shu masjidimizga zinapoya qo'yish uchun bir zil klinis aralashma tosh kerak edi. Hozir mana masjidimizda elektr energiyasiga to'plangan mablag'imizdan o'zimiz masjid hisobidan to'kyapmiz. Bir zili yetib qolsa kerak endi. Alloh rozi bo'lsin shu masjidimizga o'z hissasini qo'shayotgan aka-uka opa-singillarimizdan. Mana Shopir akamiz ham narxini sal kelishtirib to'kib beryapti. 950 ming so'm. Sal yürüyün ya ha. Ana shunday do'stlar. Yaxshi ortib ketdi Shopir. Anchagina bor bu yerda. Yaxshigina chiroyli qilib ortib ketdi, ko'proq qilib. Ana shunday masjidimizda elektr energiyasiga to'plangan mablag'imizdan 950 ming so'm pulimizga mana bir zil klinis to'kdik. Endi hamma hasharga mahalladoshlar agar sizga malol kelmasa, shu videoni yurakchasini qizartirib, kommentariyasiga Alloh rozi bo'lsin deb yozib keting. Sababi hozir bir qiziq voqea sodir bo'ldi. Bu klinisimizda 950 ming so'mga kelishgan edik to'kib berishini. Shopir akamiz hozir 950 ming so'm mablag'ni olib, yana qaytarib shu masjidga o'z hissamni qo'shayin aka deb yonidan tekin to'kib berdi. Mana shu tosh aralash klinisimizda Alloh rozi bo'lsin deb kommentariyaga fikr qoldirib ketingizlar. Rahmat shu Shofir akamizga, kasb-koriga, xonadoniga baraka bersin. Alloh mushkulotlarni kushoyish aylasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.